Davom etamiz. Farg'ona viloyatining Rishton tumani qo'shni Qirg'iz Respublikasi bilan chegaradosh. Qishloq o'zining tabiati, mehnatkash aholisi va boy an'analari bilan ajralib turadi. Bu qishloq qadimiy tarixga ega bo'lib, avloddan avlodga o'tib kelayotgan milliy qadriyatlar va urf-odatlar bugungi kunda ham asrab avaylanadi. Farg'ona viloyatining Rishton tumani qo'shni Qirg'iz Respublikasi bilan chegaradosh. Tumanning Cho'ng'ira mahalla faollar yig'ini esa eksklav hudud sanaladi. Uning atrofi Qirg'iz Respublikasi hududi hisoblanadi. Cho'ng'ira va Rishton tumani markazi oralig'i 25 chaqirimni tashkil qiladi. Qishloq o'zining tabiati, mehnatkash aholisi va boy an'analari bilan ajralib turadi. Cho'ng'irada Navro'zni ulug'lash, insonni ulug'lashtirish shiori ostida bayram tadbirlari katta shod-xurramlik bilan nishonlandi. Unda o'zbek, qirg'iz va tojik millatiga mansub aholi vakillari birlashib, do'stlik va hamjihatlik timsolini namoyon etdilar. O'zbek qirg'iz elimizning intimoqchiligi yaxshi, bekam bo'lsin. Bundan buyoqqa ham bugun mana elimizda Darvishana Navruz bayramini birga qo'shib qilishyapti. O'zbekistonning prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Qirg'izistonning prezidenti Sadir Japarov, shu prezidentlarimizga cho'ng rahmat aytaman. Elimiz atidan intimoqchiligi bekam bo'lsin, intimoqchilik hech uzilmasin. Doim shuntib intimoqda yo'lig'ishib yaxshi kunlarda ko'rishib yuraveraylik. Navruz bayrami qishloqda katta saylga aylanib ketdi. Arzonlashtirilgan oziq-ovqat mahsulotlari yarmarkasi tashkil etildi. Doshqozonlarda Cho'ng'ira guruchidan oshlar damlandi. Shu kuni Rishton tumani mas'ul rahbarlari hududda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari va sport sog'lomlashtirish markazida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Qishloqdagi 44-umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda yoshlar uchun ham muhim yangiliklar bo'ldi. Xususiy maktab rahbariyati tomonidan cho'ng'iralik o'quvchilar uchun bepul ta'lim grantlari joriy etilishi e'lon qilindi. Bu tashabbus yoshlarning sifatli ta'lim olishiga katta imkoniyat yaratadi. Maktabimizga aqlli doskalar olib kelindi. O'quvchilarimiz bundan juda ham mamnun. Chunki zamonaviy texnologiyalar asosida darslarni tashkil qildik. O'quvchilar bunga qiziqishi ortdi. Hududda aholi salomatligini mustahkamlash maqsadida tibbiy ko'riklar ham tashkil etildi. Hamyurtlarimiz malakali shifokorlar tomonidan ko'rikdan o'tkazildi. Cho'ng'irada amalga oshirilayotgan bunday keng qamrovli ishlarni hududni yanada rivojlantirish, aholi farovonligini oshirish hamda yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratishga xizmat qilmoqda.